Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan ko'ks artroz, ya'ni son chanoq bo'g'imi sohasidagi og'riqlar, uning asosiy sabablari va uni qanday qilib davolash kerak, shu haqida gaplashib o'tamiz. Ko'ks artroz, demak, son chanoq bo'g'imi sohasidagi, demak, og'riqlarga biz ko'ks artroz deb aytamiz. Asli bo'g'im og'rig'ining asosiy sababi shu bo'g'imni hosil qiladigan mushaklar hisobiga kelib chiqadi. Demak, ko'ks artroz bemorning qaysi holatda shu bo'g'imda og'riq kelib chiqishiga qarab har xil usulda davolanadi. Masalan, ba'zilarda bo'lishi mumkin bo'g'im og'rig'i, ya'ni shu son chanoq bo'g'imi sohasidagi og'riqlar ba'zi bemorlarning yurganda, ba'zi bemorlar tikka turgan paytida, ba'zi bemorlar o'tirgan paytda, ba'zilar esa yotgan paytda og'riq qo'zg'aladi va har bitta poложенияsiga qarab davo ko'rsa har xil bo'ladi. Masalan, agar mana buni volontyorimizga ko'rsatib o'tamiz. Agar son chanoq bo'g'imi sohasidagi og'riq bemor yurgan paytda qo'zg'aladigan bo'lsa, bemor yurgan paytda qo'zg'aladigan bo'lsa, demak bemor xuddi shu holatda yuradi. Demak, agar bemor xuddi shunday yurgan holatda son chanoq bo'g'imi sohasida og'riq kelib chiqadigan bo'lsa, bu og'riqning asosiy sababi qarama-qarshi yelka sohasi, yelkaning tagidagi tisma mushak bo'ladi. Ya'ni qo'ltiq ostidagi mushak hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Demak, bu mushakdagi og'riq nuqtalar qarama-qarshi son chanoq bo'g'imi sohasida og'riq qo'zg'atadi. Demak, bunaqa og'riqlar odatda bemor mana xuddi shu holatda yurganda qo'zg'aladi. Demak, buni davolash uchun aynan shu qo'ltiq osti sohasidagi mushakdagi og'riq nuqtani ketkazishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qo'limiz bilan yaxshilab qo'ltiq osti sohasini massaj qilib chiqamiz, ya'ni og'riq nuqtani ketkazib chiqamiz. Demak, birinchi holat endi. Agar son chanoq bo'g'imi sohasidagi ko'ks artroz og'riq bemor tikka turgan holatda kelib chiqadigan bo'lsa, bu og'riqning asosiy sababi boldir, ikkita boldir suyagi o'rtasida joylashgan boylamning nostabiligi hisobiga kelib chiqadi. Chunki deganda xuddi shu boylam sohasiga, ya'ni shu boldir suyagi sohasiga sonning tashqi tomonidagi mushak kelib tutashadi. Ya'ni tensor fasciolata degan mushagimiz bor, shu kelib tutashadi. Aynan shu mushak son chanoq bo'g'imni hosil qilishda qatnashadi. Demak, agar mana shu boylam kuchsizlanadigan bo'lsa, bemor tikka turganda, yurmasdan xuddi shunday tikka turgan paytda son chanoq bo'g'imi sohasi og'riq qo'zg'aladi. Buni davolashimiz uchun, demak, bemor o'tiradilar. Oyog'ingizni chiqaring. Demak, son chanoq tizzadan buqamiz oyoqni. Demak, xuddi shu holatda ikkita boldir, mana tizzadan pastki sohada ikkita boldir suyagini bir-biriga qattiq yaqinlashtiramiz. Buni remen yordamida yaxshilab qisib boylashingiz mumkin, yoki bo'lmasam qo'lingiz bilan ikkita boldir suyagini yaqinlashtirasiz hamda bemor mana bu stopani tashqariga qarab itaradi. Biz esa unga qarshilik qilamiz. Yaxshilab qattiq itarib turasiz. 30 sekund davomida xuddi shuni ushlab turasiz. Bunda ushbu boylam mahkamlanadi. Natijada bu sohadagi mana tensor fasciolata ham mahkamlanadi, son chanoq bo'g'imi sohasidagi og'riq ketadi. Agar uchinchi положение, uchinchi holatda, agar son chanoq bo'g'imi sohasidagi og'riq bemor o'tirgan holatida kelib chiqadigan bo'lsa, demak, bu og'riqning sababi aynan son chanoq bo'g'imini hosil qiluvchi, son chanoq bo'g'imini hosil qiladigan dumba mushaklari bo'ladi. O'rta va kichik dumba mushaklari bor. Aynan o'rta va kichik dumba mushaklaridagi og'riqli nuqtalar hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Demak, buning og'riq nuqtalar joyi aynan o'rta va kichik dumba mushaklarini tas suyakka tutashgan joyi bor. Ya'ni tas suyakka tutashgan joyi bo'ladi. Aynan shu nuqtalardagi og'riq nuqtalar hisobiga og'riq kelib chiqadi. Bemor o'tirgan holatida bo'ladi bunaqa og'riq. Yurganda yoki yotganda bunaqa og'riq bezovta qilmaydi, faqat bemor o'tirgan holatda bezovta qiladi. Buni davolash uchun bemorni yotqizamiz, qorin bilan yotasiz. Deylik, chap tomonlama ko'ks artroz bemorda o'tirgan holatda bezovta qilyapti. Demak, buni davolash uchun oyoqni buklagan holatda yuqoriga qarab bemor ko'taradi. Demak, oyog'imizni bu qo'ygan holatda aynan o'rta dumba mushagidagi, o'rta dumba va kichik dumba mushagi sohasini og'riq nuqtalarini ketkazishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun demak, tirsak yordamida yaxshilab shu sohani massaj qilib chiqamiz. Iloji bo'lsa remen bilan yaxshilab qisib boylaysiz. Va remen bilan qisib boylagandan keyin mushak yaqinlashadi va xuddi shu holatda tirsagingizdan yaxshilab shu og'riq nuqtani ketkazishimiz kerak bo'ladi. Va remenni keyin yechib tashlaysiz. Bunda og'riq nuqta ketgandan keyin bemor o'tirgan holatda bu og'riq bezovta qilmaydi uni. Endi keyingi poложение. Agar son chanoq bo'g'imi sohasidagi og'riq sonning sirti bilan qo'shilib bemor yurganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham bezovta qiladigan bo'lsa, demak, bu tanadagi limfa aylanishining buzilishi hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Buning uchun biz tanadagi limfa aylanishini stimulashimiz kerak bo'ladi. Demak, bemorni yotqizamiz. Tepaga qarab yotasiz. Tizzadan oyoqni buklab olasiz. Demak, buning uchun yaqinroq turing.
Buning uchun demak bizda limfa umumiy nuqtasi bor. Ya'ni mana bu umrov suyagining to'shga tutashadigan joyida umrovning ost sohasida chuqurcha bo'ladi mana. Ikkita chuqurcha. Shu chuqurchani ushlagan holatda, ya'ni bu limfani darvozasi bo'ladi. Butun tanadagi limfa xuddi shu mana shu sohadagi limfaga kelib qo'yiladi. Endi xuddi shu nuqtani ushlaymiz. Demak, deylik bemorda o'ng tomonlama ko'ksartros bezovta qilyapti. И sonni sirtqi tomonda og'riq bezovta qilyapti. Buni demak stimulash uchun xuddi shu nuqtani ushlagan holatda qorinning mana o'ng tomonlama qorinni burchak bo'ylab yaxshilab massaj qilib pampash qilib chiqamiz mana. Yaxshilab pampash qilib chiqasiz. Chuqurroq iloji boricha chuqurroq, qattiqroq massaj qilib chiqasiz. Iloji bo'lsa surasiz, mana qarama-qarshi tomonga qarab surasiz. Tizzadan buklangan holatda turadi oyoq. Mana. Yaxshilab sindirib chiqamiz. Va bunda biz mana limfa darvozasini yaxshilab qo'limiz bilan ushlab turibmiz, ya'ni ochib turibmiz. Va limfani haydayapmiz shu tomonga qarab. 30 sekund 1 minut davomida bajarasiz. Bunda tanadagi bor limfa hammasi kelib limfa darvozasiga qo'yiladi va bu og'riqlar ketadi. Agar son chanoq bo'g'imdagi og'riqlar ayniqsa tungi paytda, ya'ni bemor kechqurun yotgandan keyin bezovta qiladigan bo'lsa, bu adashgan nerv hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Buni yo'qotish uchun demak o'tgan hozir aytib o'tdik, adashgan nervni boshlash nuqtasi bor edi. Keyin o'tini ko'rsatib o'tdim. Demak, adashgan nervning boshlash nuqtasi bor. Bemor boshini burgan paytda mana yo'g'on mushak bor, to'shimroq so'rishma mushagi deymiz. O'sha mushakning orqa sohasida mana shu sohada adashgan nervni boshlaydigan nuqtasi bor. Demak, xuddi shu nuqtadagi adashgan nervni stimulaydigan bo'lsak, son chanoq bo'g'im sohasidagi og'riq ketadi. Ikki tomonlama qilamiz mana. Yaxshilab ikki tomonlama ishlaymiz. Qo'limizni shu holatda yaxshilab ushlab turamiz. 30 sekund 1 minut davomida yaxshilab stimulab turasiz. To og'riq kamayguncha. Ikki tomonlama stimulab tursangiz, demak og'riq ketadigan bo'lsa, biz adashgan nervni bo'shashtirgan bo'lamiz va adashgan nerv bilan bog'liq bo'lgan ko'ksartrozimiz yo'qoladi. Odatda bunday og'riqlar bemorning tungi soatlarida bezovta qiladi, ya'ni yotgan paytda bezovta qiladi. Kunduz yaxshi yuradi, yurganda, o'tirganda yaxshi o'tiradi, faqat kechki soatda yotganda bu og'riqlar qo'zg'aydi. Demak, bu og'riqni ketkazish uchun aynan shu nuqtani stimulab turishimiz kerak bo'ladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling.